Amir avtosavdoda $6150 2014-yilda ishlab chiqarilgan 3-pesi avtomat korobka Gentra mashinasi okalar ko'rishingiz mumkin. Mashina holatlari yaxshi holatda. Xo'p, to'rtta yaxshi yumshoq bolaliq qo'yilgan zavodskiy diskalarda luklargacha ham ishlab turibdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yaxshi holatda, zavodskiy chexollarda evakuatsiya solingan, tablo ashina qilingan okalar. Tabloda okalar 259 ming probeg, okamiz tekshirib ko'rishgan ekan, 215 ming chiqibdi okalar. Temir gaz bo'ladi, ustonovka qilingan pakalenidan texnik tomonlar muammolari yo'q. O'zining uchun okalar bir qator polniy tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa okalar, old orqalari yaxshi ekan, 35-40% atrofida kraskalar bor ekan. O'zining uchun ham polniy tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Asosiysi okalar narxi zo'r narx bo'ldi-ku. $6150 2014-yil meni ishga tayyor 3-pesi avtomat korobka Gentra mashinasi. Okalar faqat aforit bo'lar ekan, narxi ham bo'ladigan faqat oxirida yaptilar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin okalar.